40dan keyin homiladorlik serialimning yangi seriyasi. Bor Safiya qizimiz uchun juda chiroyli, sifatli Italiyada ishlab chiqarilgan RBC firmasidan tayyorlangan mebel komplektini oldik. Bu komplektga kalavat hamda vanachkasi joylashtirilgan shkafli kommoda kiradi. Mebelning sifati menga juda ham yoqdi. Biza молочный rangli, молочный koja bilan hamda Swarovski toshlari bilan ishlov berilgan mebelni tanladik. Imdi Baby'ga murojaat qildik va u yerdan chaqalog'imiz uchun bortikli, ismi yozilgan imino yostiqchali zakaz qildik. Kokon. Katta farzandlarim bilan birga ham ishlatganman va yangi tug'ilgan chaqaloq maza qilib uxlash uchun eng zarur gadjetlardan biri deb hisoblayman. Mana shu pelenalniy stol, bu antikvariat stol, chunki uni yoshi 15 da, ya'ni 15 yil oldin o'g'limga onam olib kelgandilar beshik to'yda. Bu pelenalniy stolga ham Imdi Baby'dan pelenalniy matrasik zakazga tiktirdik. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'lamiz, like qo'yamiz hamda do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yamiz.